Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Baş ministerimiz Salih Xudayer əpəndi 5 fevral G'ulja qırğınçılığını xatırlash münasibəti bilan xalqimizni namoyish qilishga chaqiriq qildi. Amerikaning 2025-yili Xitoy bilan urush qildiganligi faraz qilinmoqda. Yangi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish orqali cho'ng qirg'inchilikni aslayli degan temada bir maqola e'lon qilindi. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 5 fevral G'ulja qırğınçılığını xatırlash münasibəti bilan xalqaro jamiyatni Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish uchun yordam qilishga chaqiriq qilish maqsadida muhojiratda yashayotgan barliq Şərq Türkistanliklarni namoyish qilishga da'vat qildi. Shundaqla Afg'onistondagi Uyg'urlarning qiyinchiligini yengillatish uchun Amerikadagi bir xayr-saxovat tashkilotining yordamini qo'lga keltirdi. Baş ministerimizning namoyish chaqiriqi va Afg'onistonda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizga yordam qilish uqtirishini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Oldi bilan hammanglarningki mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun so'zishimizning sababi 3 ayrim turishni bildirmoqchi barliq Sharq Turkistonlik xalqimizga. Birinchisi oldimizdagi, ya'ni kelar haftadagi yakshanba kuni G'ulja qatliamininki, ya'ni G'ulja qirg'inchiligininki 26-yilligini xotirlash uchun biz Aqsaroyning oldida namoyish o'rinlashtirdik soat 1 dan soat 3 gacha. Barliq qarindoshlarniki, bo'libmi shu Washington DC, Virginia, Maryland atrofidagi qarindoshlarniki bu namoyishga qatnashishinglarni talab qilamiz. Chunki biz xalqaroga bizningki irodamizni bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Sharq Turkistonningki mustaqilligini asli keltirmay turib bizningki kishilik huquqimiz, inson haqlarimiz va yoki insonlik mavjud bo'lib qilishimizmi, mavjud bo'lishimizmi bo'lmaydiganligini xalqaroga bildirishimiz kerak va Sharq Turkistonni beslab olgan davlat deb e'tirof qilishiga va Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashiga, yordam berishiga va bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatishiga chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bu kuni yakshanba kun bo'ladi ekan. Ko'pinchilarimizningki bu kunida ishlamaymiz, vaqtimiz bo'lgandan keyin bu namoyishga chiqishimiz kerak. Hammamiz o'zimizningki Sharq Turkistonlik bo'lgan borchimizni ado qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. İkincisi, ma'lum bir mishadiki Washington DC'deki bir teşkilat uzundan beri biz bilan aloqalashib kelgandi. Şu Virginia'ningki 11 rayondagi asylum ishlari hal bo'lmagan yoki asylum ishlarida asylum iltimosini qilib 2018dan burun, ya'ni 2018 birinchi oydan burun iltimos qilib hozirgacha chaqirilmaganlarningki ishi bo'lsa, shunda ishli bo'lsa aloqalashinglarni umid qilamiz. Buning uqtirishini chiqargandik Sharq Turkiston surgunda hukumatiningki Facebook saytida. Biz bilan sizlar aloqalashsanglar, biz shu oldimizdagi haftada bir o'rinlashtiramiz yoki tor orqali shu tashkilot bilan sizlarni aloqalashtirib ular bilan shu dadinglarni aytsanglar, ular inshaalloh yordam beradi. Uchinchisi, o'tganda bizningki torlarda, Facebooklarda, boshqa yerda ba'zi videolarni ko'rib qoldik. Shu Afg'onistondagi Uyg'ur qarindoshlarimizninki, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizninki shu qishda yemek içmekten, tamaktan, doğrudan, kümerden kısılıp kalganlıkını, ihtiyacı bağlılıkını şunda videonu gördük. Şunun bilen bizge histaşlık bilip kelevatkan bir Amerikalık teşkilatı var. Hayır sahavet işlerini jirovatıdı. Ulama Afganistan'da bir yılının yazı delmişu şuradaki Afganistan halkıga tamak cihatdan, kümer cihatdan, doğru cihatdan yardım kılıp batıpken ulamı dedi bizge eğer aşağıda Afganistan'da Uygurlu olsa şart kurallık gruplar bilen veya ki
kishilar bilan aloqasi bo'lmagan, munosabati bo'lmagan kishilar bo'lsa, biz ularga shu Afg'oniston xalqiga yordam bergandek, shu tomoq jihatdan, ko'mak jihatdan, dori jihatdan yordam bera olamiz. Shuningga shu videoni keng doir taqib qo'ysanglar, aşağıdaki qarindoshlar, shunda qarindoshlar ehtiyoji bo'lganlar shu bizga email ilxit orqali contact@eastturkiston.net shu bayamki nimedimi uqtirishdimi chiqarib qo'ydik. Biz bilan aloqalashsanglar, biz shular bilan sizlarni uçurtib qo'ysak, shularga dadinglarni aytsanglar, ular inshaalloh shu sizlarga keraklik shu tomoq, küme, doğru porulunu beradi inşallah. Başka biz qılalaydigan, yani Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti buluş süpütümüz bilen biz qılalaydigan işli bolsa, yoki qilish keraklik işli bolsa, daim bizge manda işlidi yordamimiz kerakdi, manda ihtiyochlarimiz bor deb tursanlar, biz qo'limiz kelguncha şu yordam bera oladiganlar bilan aloqalashib, xalqimiz uchun texmi yaxshi xizmat qilish uchun tirishimiz. Ma videoni yana taqib qo'ysanglar, yana takrorlayman. Aldığımızdaki, yani kelar haftaki yakshanba kuni, yani 5 fevralda G'ulji qirg'inchiligininki 26 yilligini xotirlash bilan xalqaroga bo'lib Amerika hukumatiga bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun Sharqi Turkistonga ninki besilib bir davlat ekanligini va Sharqi Turkistonning mustaqilligini qo'llashiga chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun ma videoni keng doir taqib qo'yinglar. Soat 1dan tushdan keyin soat 1dan 3gacha namoyish qilamiz. Vaqtida kelishinglarni tavsiya qilamiz. Ko'proq chiqishinglarni tavsiya qilamiz. Biz qanchalik ko'proq chiqsa, xalqaro bizga shunchalik ko'proq nima beradi. Ahvolimizni qarab shunda ko'proq ahamiyat berib, bizga ko'proq yordam beradi. Biz uyimizda o'tirib olib hech kim yordam bermayapti deb uyimizda o'tirib olib hech narsa qilmay to'g'ridan vatanparvarlik qilsak, bu ish aqmaydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun shu 5 fevralda shu Aqsaroyning oldidagi namoyishga hammalarninki chiqishinglarni talab qilamiz. Yana ikkinchidan takrorlayman, shu Virginia shtatininki 11 ayında 2018'den burun panalıkka iltimos qilib, hozirgacha panalıkka nimisiga chaqirilmagan qarindoshlar bo'lsa, biz bilan aloqalashishinglarni talab qilamiz. 3-dan Afg'onistondagi qurolli kishilar bilan yoki guruhlar bilan aloqasi yo'q qarindoshlarningki yemek ichmak, qishda ko'mak kerak bo'ladi va doğru por yordam ehtiyojinglar bo'lsa, biz bilan aloqalashishinglarni talab qilamiz va bizga bilan hamkorlashayotgan ba'zi amerikalik tashkilotlar orqali sizlarga yordam qilish uchun tirishimiz. Assalomu alaykum. Amerika Hava Armiya generali 2025-yili Xitoy bilan Amerikaning urush qilganligini oldin faraz qilib, ofitserlarga puxta tayyorlik qilishni buyurgan. NBC xabar torining 28 yanvar kunidagi xabarida aytilishicha, Amerikaning 4 yulduzli havo armiya generali ofitserlarga Amerika bilan Xitoyning 2 yil ichida urushga kiradiganligini, ofitserlarning bir nishonga bir hujum qila oladigan darajada tayyorlanishni buyurgan uqtirish avatgan. NBC xabarlari erishgan uqtirishda general Mike Minihan Amerika bilan Xitoyning 2025-yili urushadiganligini oldin ko'rayotganligini, chunki 2024-yili Tayvan va Amerika Zongtong saylami o'tkazilgan bo'lg'achqa, Amerika diqqatni chechib Shi Jinpingning Tayvanga qochadiganligini va chapdashlik bilan birlashma manevr atridiga qatnashib urushga tayyorlanish, tunji orol zanjirida g'alaba qilishdek nishon va qandoq tayyorlik ishlarini o'tirg'a qo'ygan. Aviasiya harakat qo'mondonlik shtabining 50 mingga yaqin mulozimat a'zosi va 500 ga yaqin aeroplani bor bo'lib, to'shish va mayqachalashga mas'ul ekan. Bu uqtirishning imzo obyektlari havo harakati qo'mondonlik shtabidagi barliq havo qanoti komandirlari va boshqa havo armiyasining mashg'ulot komandirlari bo'lib, Xitoy bilan bo'lgan urushga keng ko'lamda tayyorlik qilish ahvolini
28 fevralga qadar minihana bildirish talab qilingan. Bu fevralda barliq havo harakati qo'mondonlik shtabi xodimlarining 7 metrlik nishonga qaratib o'q etishi, kallani qarg'alish mashqiga yetakchilik qilgan. Barliq xodimlarning jiddiy aloqasi va aslamasini yanglashga buyurgan. 3-oyda xodimlarga shaxsiy ishlari shundaqla qonunga uyg'un tayyorlanganligidan xotirjam bo'lish uchun mulozimat asos qonun ishxonasi bilan ziyoratni o'rinlashtirib, o'rinlashtirmaganligiga yetakchilik qiladi ekan. The Stream xabar torida 27 yanvar kuni yangi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish orqali cho'ng qirg'inchilikni aslayli degan temada bir maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada mundaq deyildi. Bugun biz insoniyat tarixidagi eng og'ir voqealarning biri, ko'nglimizda jarohat izi qoldirgan, insonning vijdonini azobga soladigan cho'nqur bir nuqta avval yahudiylarni, undan boshqa etnik guruhlarni, meyitlarni va boshqa shaytoniy materialistik ideologiyalarning gunohkorlarini nishon qilgan irqiy qirg'inchilikni xotirlab turibdimiz. Muhim ikki nuqtaning birinchisi yahudiylarning dunyoning kulturel va diniy tarixidagi markaziy roli. Yana biri bu kollektiv qatliam ko'zga cheliqmagan, taraqqiy qilmagan davlatda ishlanmaganligi. Insoniyat tarixidagi savodliq, saviyalik insonlarning tashkillanganligi va iz qo'g'laganligi. Biz cho'ng qirg'inchilikdan oladigan savodga sal qaradik. Dunyoning asla qaytalanmasin va'dasini masxara qiladigan ahvolga keldik. Chunki irqiy qirg'inchilik materializmlik dunyo qarashi bilan sanoatlashgan byurokrat hokimiyat tarafidan qayta yurgizilmoqda. Bu qitimqi bo'yin egdirimi va qatliamning nishoni diniy va etnik guruhining atalmish gunohkorlari bo'ldi. Shiddatli voqealarga chetilmagan, siyosat bilan munosabati bo'lmagan xalq lagerlarda hokimiyat bilan foydaga sherik, insonlikqa yo'q shirkatlarning qul amgakiga selinmoqda. Zavodlardan mahbuslar chiqsa, lagerlardan jasadlar chiqadi. Uyg'urlar yangi yahudiylar. O'xshamaydigan yeri yahudiy qirg'inchiligi urush tumanlari bilan farqlangan. Xitoy kommunistlari yurgizayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi keng ko'lamda hujjatlashtirilgan, arxivlashtirilgan. Xitoyning millionlarcha insonlarni diniy va etnik farqi tufaylidan qamaganligi, ularning olma va nayik uchun zapchas ishlab chiqaradigan zavodlarda qul amgaki sifatida ishlatilganligi to'g'risidagi xabarlarni ko'p qism axborotlar xabar qilmaydi. Amerikaliklar 1940-yili Dachau mahbuslari tarafidan yasalgan Volkswagen'ni sotib olarmıydı? Undaqda biz nemishqa bugun bu rəyimsiz şirketlarni himoya qilamiz? Amerikadagi irqiy adolat haqida pozitsiya olganlik uchunmi? Bundaq şirketlarning Xitoy tarafidan zulmga uchragan Uyg'urlarga so'z qilish uchun nimalar beriladi? Forbes jurnalidan ma'lum bo'lishicha, millionlagan mahbuslarning organlari yig'ilib qorong'u bozorlarda sotiladi. Rim papasi Fransning o'ng qo'li episkop Marcelo Sorondo Xitoyning rasmiy organ o'g'illari qatnashgan yig'inda paydo bo'lib, Xitoyning organ atkazchiligini qo'lladi. Kashka qulluq, irqiy qirg'inchilik, etnik tozalash va organ atkazchiligining oldini olish uchun tirishchilik ko'rsatgan bo'lsak, ammo g'arb shirkatlari sherik, hukumatlari sukutda. Bu nurg'ulg'an fidokorlik va tirishchiliklarni talab qiladi. Xitoy hokimiyati marksizmdan halqib ketdi. Germaniyadimi battar irqiy nasional sotsializmning yo'lida mangdi. Koronavirusini bahona qilib, insonlarni uylariga sulab, ochliqda o'ldirib, irqiy qirg'inchilikning yana bir turini o'ttirg'a chiqardi. Xitoy hozir o'zini 1930-yillardagi natsist Germaniyadimi tez qurollantirmoqda. U qo'shni davlatlarga tahdid solishga tavakkul qilmoqda. Milliy va diniy guruhlarni yo'qotmoqda hamda ularni qul qilib ishlatmoqda. Ularning a'zolarini sotmoqda. Kishilarning bu hokimiyat bilan Hitler o'rtasidagi shum o'xshashlikni ko'rishdan burun yana qanchalik ishlar yuz berishi kerak? Agar Xitoy Uyg'urlarga qilgan vahshiy hujumining javobgarligidan qutulib qolsa, bu nimadan derak beradi? Bu savolga javob berish mumkin. Bundan keyingi irqiy qirg'inchilikning ijodchilari Uyg'urlarni kim esiga oladi deb masxara qilishami? Van Kemperchi zihniyat yana kelib siyosiy dallollikni atalmish xalq nomida go'yo otoritesi xalqni manba qilgan va xalqqa vakillik qiladigan ko'rsatib gap o'ynatayotgan bu zihniyat mazkur suhbat programmasini tashkillash orqali navbatdagi urinishlarining asli muddasining qandaqdir atalmish 5 hukumat bilan atalmish 6-chisini aplashtirib bir yerga keltirish emas, balki oldi bilan orijinal surgundi hukumatni boshqa atalmish 5 surgundi hukumat bilan bir qatorga tizish. Ularning hammasini xalqarada o'xshash funksiyada, o'xshash rolni olayotgan qabul qilib, orqadan go'yo navbatdagi siyosiy vaziyatimizda qandaqdir hukumatlar olib ketish krizisi bordek bir saxta ko'rinishni yaratish borligi va
bu bahanani tutqu qilib, orijinal hukumatga chumoq selish ko'ydi ekanligi o'z-o'zidan ma'lum. İçidən bölünüb chiqqan, prinsipsizligi sababli qo'qlanda bo'lgan yoki xiyonati sababli haydalgan bir top do'konchilarning viviskasi bilan aslidagi surgunda hukumatning tubki ideologiyasi va prinsipini muhofazat qilib kelayotgan bir tashkiliy qurumning nom obrazini bir g'alvirga solmoqchi bo'lishdan ortiq Van Kemperlik siyosiy dalollik bo'lsinmi? Albatta, aslidagi surgunda hukumat da'vatgan chog'da qandaqdir kim boshliq qurgan bo'lsa, orijinali shu deganlikni ko'rsatmaydi. Bu yerdagi aslilik mazkur hukumatning dastlab qurilgan chog'dagi ideologiyasi, shundaqla qurilish maqsadini sog'lom asosda muhofazat qilib kelayotgan yoki kelolmagan bo'lishi ko'zda tutilgandir. Mayli raqiblari tarafidan bo'lsin, mayli kishilik muomalada chiqisholmasligi sababli xushi yo'q kelisholmaydiganlar tarafidan bo'lsin, mayli dushman nazarida bo'lsin, navbatdagi G'ulom Osmon prezidentligida xizmat qilib ketayotgan, shundaqla Salih Xudoyor boshchiligida harakat qilayotgan Sharq Turkiston surgunda hukumatning eng dastlabki qurilish ahdnomasini muhofazat qilib kelayotganligi, milliy irodaga chang qo'ndirmaslikda, bir chekishchaqliq savallikka yo'l qo'ymaslikda keskin bo'lib kelgan hukumat ekanligi tartishishga o'rin yo'q bir masala. Shundaqkan bu yerdagi aslilik yoki aslidagi Sharq Turkiston surgunda hukumatining orijinalligi shaxslarning baldur yoki keyin qurilishida emas, ideologiyasi va qurilish prinsipiga qaysi darajada sodiq bo'lib kelgan yoki kelmaganligi bilan o'lchash insofdan bo'lmoqqa lozim. Burhan Muhammadning siyosat to'qmishning Van Kemperlari nima deydi nomli maqolasidan ilindi. Davomi keyingi xabarlarimizda davomli anlatildi. Hürmetli görürmenler, xabarlarimizni kögün Allah için köp rahmet. Kelar qitimqi programımız görüşkice Allah'a emanet bo'lgaysizlar.